Man Abdug'iyos Melievich Hakimov 10 yillik tajribaga ega oliy toifali onkojarrohman. 10 yillik faoliyatimni Toshkent shahar onkologiya markazida o'tkazganmiz. Faoliyatimiz davomida ustozimiz professor Hakimov G'olib Abdullayevich boshchiligida faoliyat yuritganmiz. Hozirda markaz yopilganligi sababli Starmed klinikasida ish boshladik. Biz o'sma kasalliklari, saratonga chalingan bemorlarni yuqori malakali yordam berib kelganmiz. Hozirda Starmed klinikasida yumshoq to'qima saratonlari hamda suyak saratonlari, ko'krak suti bezi saratonlari, ko'krak qafasi saratonlari, o'pka saratoni, qizilo'ngach saratoni, bundan tashqari qorin bo'shlig'i saratonlari, me'da saratoni, oshqozon osti bezi saratoni, jigar saratoni, ingichka ichak saratoni, to'g'ri ichak saratonlari, yo'g'on ichak saratonlari bilan bemorlarga yordam berib kelganmiz. Hamda bundan tashqari kichik chanoq bo'shlig'i a'zolari, ya'ni ayollarda ko'p uchraydigan bachadon bo'yni saratoni, bundan tashqari urologik saratonlar bo'yicha buyrak saratoni, buyrak usti bezi saratoni, siydik qopi saratoniga yordam berishga tayyormiz. Agar sizni qiziqtiradigan har qanday savollar bo'lsa, shu nomerga murojaat qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa dayretga yozishingiz mumkin. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Har 3 oyda mustaqil ravishda tekshiruvdan o'tib turing.